Hammaga assalomu alaykum. Ko'rib turganingizdek, Joel Baker dunyo bo'ylab birinchi inson qalbi ko'rinishidagi tortni yaratdi va bu O'zbekistondagi birinchi yonadigan tort. Dizayner Robert Vun 2024-yil insonning to'rt qavatini kiyim shaklida qanaqa bo'lishini ko'rsatdi. Odam terisi, inson go'shti, suyak va nihoyat inson qalbi. Men bugun sizlarga inson qalbi tort ko'rinishida qanaqa bo'lishini ko'rsataman. Har doimdek ishimizni birinchi bo'lib, tortimni rasmini chizishdan boshlaymiz. Bu yurakni plastichniy shokoladdan yasadim. Yurakning ustiga bittalab yaltiroq toshlarni yopishtirib chiqdim. Tortimni o'zimni firmenniy ganash krem bilan qopladim va kosmos rangini berdim. Bu tortim dekoriga naqd 3 kun vaqtim ketdi. Bilasizlarmi, inson qalbi shu billur kabi nozik. Qalbimiz qayerda joylashganini hech kim bilmaydi. Agar kimdir qalbimizni og'ritsa, xuddiki ichimiz oyna singandek parcha-parcha bo'lib ketadi. Allohim inson qalbini shunaqa go'zal qilib yaratgan. Aytgancha, islomda qalbga shunaqa ta'rif berishgan. Ka'batullohni buzish bu gunoh, lekin inson qalbini sindirish undan-da katta gunoh. Chunki qalb Allohniki va men bitta narsaga ishonaman. Sizlarning ham qalbingiz shu tortim kabi nurli. Tortimga baho berish sizlardan.